Bo'pti, ketdimmi? Bor ketur. Nima men erkak kishi bo'lib turib seni yalinib olib qolishim kerakmi? Yashamasang yashama, bor yo'qol. Yalinishish shartmas. Bor. Qanaqadir yaxshiroq kiyim do'kon bilmaysizmi? Zo'r do'konni bilaman. Unda mayli, haliroq boramiz. Voy, Sinam, xush kelibsan. Yaxshimisiz aka? Qachon kelding? Tinchlikmi? Boya keluvdim. Kuyovingiz yolg'iz qolmagin deb 2-3 kunga jo'natib yubordilar. O'zlari komandirovkaga ketdilar. Xotiram aka, 2-3 kunda keladilar. Keyin ketaman. Urushib qolganimiz yo'q. Ha, unaqa bo'lsa yaxshi. Ha, kuyov bola? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanaqasiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Qalay bo'ldi komandirovkalar? Komandirovka. Sinim aytgan edi, 2-3 kun komandirovkaga ketganlardi. Umi? Uy, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi o'tdi. Ha, yaxshi. Ha, kiring ichkariga. Yo, aka hozir ozgina shoshib o'tdim. Keyingi safar bafurja o'tiradigan bo'lib kelarman. Bo'ldi, hozir chaqiraman seni. Xo'p, rahmat. Ne aytmading uydagilaringga? Endi uydagi gap bu, ko'chaga olib chiqmayman. Siz bilan bugun urushgan bo'lsak, ertaga yarashib olamiz. Oilada shunaqa bo'lib turadi o'zi. Uydagi muammoni ko'chaga olib chiqib jar solish o'zimizni obro'sizlantirib qo'yadi. Bizning urushganimiz tez esimizdan chiqib ketadi, lekin boshqalarning esida har doim qoladi.